NDK Studio taqdim etadi. Qizlarjon, meni go'zal chevar qizlarim. Mana bugun navbatdagi mahorat darsimizni boshlaymiz. Bizning yo'nalishimiz yaxshi bilasizlar, qo'lda gilam to'qish, hunarmandchilikning juda ko'p turlari bor. 34 xil yo'nalishi bor. Shulardan qo'lda gilam to'qish yo'nalishi ham nomoddiy madaniy meros sifatida e'tirof etilgan va Madaniyat vazirligi tomonidan UNESCO tomonidan tasdiqlangan. Bu merosimizni davom ettirish, yoshlarga uzatish bizning asosiy vazifamiz. Mana shu qo'lda gilam to'qishda qanday asbob-uskunalardan foydalanamiz? Mana shu haqida bugun gaplashamiz. Endi meni to'qiyotgan gilamlarim, sholchalarim julbaroq, julbat deyiladi. Terma sholcha, bajari sholcha yoki bo'g'jamalar to'qiymiz. Ana shularni to'qish uchun o'ziga xos bo'lgan asbob-uskunalar ishlatiladi. Har bir gilamning turlari bo'yicha alohida asbob-uskunalar bo'ladi. Masalan, ipak gilamlar bo'ladi. Ularni o'tirib mana bunday asbob, yangi texnikal, zamonaviy asbob-uskunalarda to'qilsa, bizning sholcha, julbaroqlarimiz o'sha qadimiy momo meros, onalarimizdan, bo'ylarimizdan qolgan asbob-uskunalar yordamida to'qiladi. Avvalo, gilamimizni qo'yishdan oldin 3 ta qoziq yordamida oldin ipimizning og'irligiga, hajmiga qarab qulochlab olamiz. Quloch degani nima degani? Bu ham eskicha atama bo'lib, bir qulochimiz 1,5 metrga to'g'ri keladi. Oldin santimetrda o'lchab o'tirmagan bo'ylarimiz. Mana bunday qilib o'lchagan. Mana shu bir quloch. 1,5 metr. Mana shu qo'ldan mana bu yergacha 1 metr hisoblangan. Endi bu chama-chamadan aniq emas-da, chunki birovning qo'li uzun bo'ladi, birovniki qisqaroq bo'ladi, to'g'rimi? Shu quloch deb o'lchangan ip yordamida aytaylik, biz o'rtacha 3 metrga 2 metr sholcha to'qiydigan bo'lsak, shunga 12 quloch ip olamiz. 12 quloch ipni mana bunday o'lchab olganimizdan keyin ikki uchini tugamiz. Tugib, 3 ta qoziqni qoqib, shu ipni asosida 3 ta joyga hovliga qoqamiz. Va shu uning nusxalarini, qanday nusxalar yaratish mumkin? Bu ham ijodkorligimizga bog'liq. Xohlang ota-onalarimizdan qolgan, momolarimizdan qolgan naqshlar, dizaynlar yordamida, xohlang o'zingiz o'zgartirish kiritib, yangi zamonaviy naqshlar yaratish mumkin. Ana shunday qilib, uning naqshiga qarab biz o'rmak asosini qo'yib olamiz. O'rmak asosini qo'yib bo'lganimizdan keyin biz birinchi o'rinda o'sha bog'lagan ipimizga kuzuv yog'ochini o'tkazib olamiz. Demak, bu asbobning nomi kuzuv. Bu asboblar yong'oq daraxtidan yasalgan. Chunki eng pishiq yog'och bu yong'oq hamda tut daraxti hisoblanadi. Qarang, necha asrlar bo'ldi bularni yasalganiga. Bu ammamning onasidan qolgan asbob-uskunalar. Mana shular haligacha xizmat qilib kelyapti. Bu asbob-uskunalarni ishlatishda ham o'zining yo'riqnomasi bor, lekin hech qayerda yozilmagan bu. Onalarimizdan eshitib, biz kelajak avlodga yetkazamiz. Ya'ni bu asboblarni toza ishlatib bo'lgandan keyin yuvib, oftobga quritib, yog'lab qo'yamiz, oqmaydi. Yoki aliflasak ham bo'ladi. Shunda yog'ochlarning yoriqlari berkilib, mustahkam bo'ladi, qurib ketmaydi, sinuvchanligi
yaxshi bo'ladi va qayishqoq bo'lib yog'ochimiz juda ko'p yillarga xizmat qiladi. Mana kuzuv yog'ochini bilib oldilaring. Endi bu kuzuv yog'ochni ushlab turadigan oyoqlari bor. Yog'och oyoq deymiz. Mana yog'och oyoqni mana bunday qilib qo'yiladi. Ko'ryapsizmi? Mana shu tariqa iplar ikki qismga ajraladi. Ikki qismga ajralgandan keyin o'sha yuqoridagi iplarning orasida adarni o'tkazamiz. Buning nomi nima ekan? Adarchi deymiz ekan. Shunday orqasidan o'tkazib qo'yamiz. Mana Shiringul biladi. Bu adarni shunday ko'targanimizda pastdagi iplar yuqoriga chiqadi. O'sha paytda biz qilich deb nomlangan asbob bilan bu tomondan o'tkazamiz. Va biz iplarni, demak pastdagi iplarni yuqoriga chiqarib to'qib olamiz. Demak bu qilichimiz ham nihoyatda ustalik bilan yasalgan. Qarang. Buni to'qish uchun juda ham qulayda, mana ushlaydigan analari bor. Buni meni akam yasagan yong'oq daraxtidan 40 yil, 50 yil bo'ldi bunga. Lekin hech narsa qilmaydi. Mana bular iplarni ushlab qolmaslik uchun qum qog'ozlar bilan qilamiz, silliqlab olamiz. O'zimizga qulay bo'lishligi uchun asbob uskunalarga ham e'tibor beramiz. Mana shuning og'irligi 3 kilocha bor. Qarang, bu demak katta gilamlarni jilbaroqlarni to'qish uchun shunday og'ir asboblardan foydalanamiz. Endi biz aytdim boya bo'g'jama ham to'qiymiz. Bo'g'jama bu shunday narsaki, uning qalinligi yupqa, nafis, nozik bo'ladi. Uning uchun biz bunday og'ir asboblarni ishlatmaymiz. Mana bunday nozik, o'shanga yarasha, mana qarang, jajjigina adarasi bor buni va qilichlari bor. Mana qilichlari ham kichkina va yengil. Bular tut daraxtidan yasalgan. Mana qarang, ishlatilaverib, silliqlashib, yaltirab ketgan. Qilich deydigan buning nomini bilib oldilariga. Demak, mana shunday urganimizda iplar mustahkamlanib, orasidan arqoq o'tkaziladi va shu tariqa o'rmaklarimiz to'qiladi. Mana bular urchiqlar. Urchiqlar yordamida boya ko'rsatdim o'tgan darsimizda biz qanday qilib iplarni yigirishni. Hammaga tushunarlimi? Yaxshi. Demak, bitta maqol bor, ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Biz mana shu asbob uskunalarning avvalo nomlari bilan tanishsak, uni to'qiyotganimizda o'zimizga qulay bo'ladi va qiyinchiliklarni bartaraf etishimizga yordam beradi. Asbob uskunalarning qanaqa vazifasi, qanday qilsak chiroyli chiqadi, qanday qilsak yaxshi chiqadi, hammasini bilib olish bu hunarmand mehnatini yengillashtiradi va o'ziga yordamchi bo'ladi, olgan bilimlari. Demak, ana shu momo meros bizga ko'nikmalar, bilimlar, tajribalar asosida biz shu ishlarni davom ettiramiz. Mana bu yerda mana bir ikkita namunalar ko'rsataman sizlarga. Bular sholcha, jun sholcha. Bundan men 15 quloch to'qigan edim. 15 quloch. Ko'rgazmalarda namuna sifatida bitta shuni olib qoldim. Qolgani sotildi. Bu jundan joynamoz hamda poyandozchalar qildim bundan. Mana bu asbob uskuna ramkaga to'qilgan. Buni shogirdim Zuhra Qo'ychiyeva to'qigan. Mana buning ilk ish namunasi. Endi asbob uskunalardan tashqari aytdim, bizga bitta sholcha qo'yishlik uchun 7 kilogramm ip, 7 kilogramm ip, turli ranglarga bo'yaymiz. Uni tabiiy ranglar bilan asbob uskunalarimiz, arqoqlar,
va o'shani tortib bog'lash uchun bizga arqonlarimiz kerak bo'lar ekan. Bugungi mahorat darsimizning mazmuni mana shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.